Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kech, yaxshimisizlar? Men Oyjonni hozir xursand qilish uchun, ularni yoshartirish uchun kollagen tayyorlab bermoqchiman. Shu bahona sizlarga qanaqa ichiladi, qanaqa tayyorlanadi ko'rsatib beraman. Kollagen kunduzi, shu ertalab va kechqurun ichilishi kerak. Bu narsaga qonun-qoidaga albatta rioya qilinglar. Ertalab va kechqurun ichiladi. Qaranglar, bu yoqda hozir 200 mg suv bor. Ozgina yetmay qoldi, hozir solamiz ustiga. Mana bu yoqda ровно 200 mg suv bor. Endi ularga kollagen tayyorlab beraman. Вот, kollagen. Halol yozuvini ko'rsanglar deysizlar-ku. Mana bu yoqda halol yozuvi bor. Xuddi вообще ajoyib ekan. Tayyor bo'ldi. Kollagenni ko'pchilik biladi. Kollagen o'sha suyaklarimizga, bizni bo'g'im og'riqlaridagi og'riqlarga, xullas, yoshimiz o'tgani sari bizga baribir kollagen kerak bo'ladi. O'sha kollagenni o'z vaqtida ichib yursak, bizda hech qanaqa og'riqlar, hech qanaqa qarish xususiyatlari bo'lmaydi. Sizlarni naborot yoshartirib, kuch-quvvatga to'ldirib beradi.